Istanbulga borganimda yeganman, mana hozir. Bu yerda ham xuddi shunaqa qilib pishirishibdi. To'g'risi, menga juda ham yoqqan. Mana bundoq qilib. Hamsa balig'i juda ham mazali. Zo'r, haqiqatan ham. Assalomu alaykum, xayrli kech azizlar. Biz kech bo'lishiga qaramasdan ba'zi bir ishlarimizni qilib, qo'limiz shundoq bo'shashi bilan, qornimiz biroz ochgani uchun birodarlarimiz bilan, yo'ldosh birodarlar bilan mana shu Komolon milliy taomlariga keldik. Qarasak, bu yerda o'sha biz Turkiyaga borganda iste'mol qilib, mazza qilib yegan hamsa balig'i bor ekan. Aynan o'sha balig'idan hozir mana buyurtma berdik. Bu yerda barcha taomlari, salatlari hammasi umuman taom nomasiga gap bo'lish mumkin emas. Komolon milliy taomlariga juda ko'p kelamiz. Teatrimizdagi xodimlar bilan birgalikda, hamkasblar bilan birgalikda. Bularning o'zgacha taomlari juda ko'p. Rahmat. Bu Komolon milliy taomlar xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki nechchida kelsangiz ham albatta qozon qaynagan, madir pishgan, xalqimiz uchun har doim xizmatda. Shuning uchun hammangizga tavsiya qilaman. Samarqand Darvoza Media Park to'g'risida joylashgan Komolon milliy taomlar kafesiga kelib, bemalol ovqatlanib, oilaviy yor do'st birodarlar bilan kelib, bu yerda taomlaridan tanovul qilib ketishingiz mumkin. Salomat bo'linglar. Nechchida kelsangiz ham albatta qozon qaynagan, madir pishgan, xalqimiz uchun har doim xizmatda. Shuning uchun hammangizga tavsiya qilaman. Samarqand Darvoza Media Park to'g'risida joylashgan Komolon milliy taomlar kafesiga kelib, bemalol ovqatlanib, oilaviy yor do'st birodarlar bilan kelib, bu yerda taomlaridan tanovul qilib ketishingiz